8-asr o'rtalari Tan imperiyasi qudratining eng cho'qqisida, ammo bu yengilmas saltanatni qulatishga bir baxya qoldirgan qonli isyon ortida faqat bir shaxs turardi. Tomirlarida turk va so'g'li qon oqayotgan general Anlushan nega millionlab askari bor imperiya o'z sakkadalariga emas, aynan Markaziy Osiyolik begona yigitga suyanishga majbur bo'ldi. Tarixga millionlab insonlarning fojiasiga aylangan bu mudhish voqea aslida mintaqamizning tarixiy o'zligini asrab qolgan eng yirik geosiyosiy o'yin edi. 751-yilgi Talas jangidagi mag'lubiyatdan so'ng Xitoy saroyida ig'volar kuchaydi. Imperator xatarli qaror qabul qildi. U isyon ko'tarishi mumkin bo'lgan mahalliy sarkardalarga emas, saroyda tayanch yo'q bo'lgan yollanma jangchilarga tayandi. Otasi Sudi, onasi ko'k turk bo'lgan Anlushan bu vaziyatdan makkorona foydalandi. U mutlaq sodiqlik niqobi ostida eng qudratli 3 harbiy okrugni o'z nazoratiga oldi. U endi oddiy sarkarda emas, Markiz saltanatning parda ortidagi haqiqiy hukmdor edi. 755-yilning dekabri niqoblar yechildi. Anlushan o'zagina tajribali turk so'g'di chavandozlar tashkil etgan 150 minglik armiyasi bilan poytaxt sari yurish qildi. Isyon shu qadar shiddatli ediki, Xitoyning qadimiy shaharlari birin-ketin taslim bo'ldi. Vahimaga tushgan imperator qochishga majbur bo'ldi. Ziddiyat cho'qqisiga chiqib, Anlushan o'zini yangi Yan sulolasi imperatori deya e'lon qildi. Xitoy yilnomalari buni mudhish ichki urush deya qoralaydi. Ammo aslida bu Markaziy Osiyo xalqlari uchun shirin va ulkan geosiyosiy g'alaba edi. Aynan shu zarbatdan imperiyasining harbiy qudratini shunday falash qildiki, Xitoy armiyasi harbiy hududlardan, aniqrog'i Moron nahridan uzil-kesil chekinishga majbur bo'ldi. Ular uzoq asrlar davomida bu sarhadlarga qaytib qadam bosa olishmadi. Birgina turk-so'g'di sarkardaning isyoni Xitoy ekspansiyasini to'xtatib, mintaqamizning kelgusi taqdirini belgilab bergan hal qiluvchi omil bo'ldi. Tarixning yashirin sirlari va voqealar aslida qanday bo'lganini bilish uchun loyihamizga obuna bo'ling. Tarixni biz bilan birga kashf eting.